ko'p mehnat mashaqqatlar evaziga bir bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanib, rostgo'y qilib tarbiyaladi. Yolg'on gapirmadi, yolg'onga o'rgatmadi bolalarni, rostgo'ylikka o'rgatdi. Ota-onasini ziyorat qilgani borishdi, boshqa shaharda yashashar edi. Kelganida haligi kenja bolasi ozgina to'polon qiluvdi. Buvisi aytdiki, yig'lamasa kechki payt birga boramiz. Kechki payt bor, ishondi, yig'lamadi, jim bo'lib qoldi. Kechki payt hali bola kiyimlarni kiyib, chiroyli bo'lib tayyorgarlik buvisini oldiga kelsa, ketishlikdan asar ham yo'q. Siz yolg'onchi ekansiz. Yolg'onni ota-ona o'zi o'rgatib turibdimi? Hech qaysi muallimiga foyda bera olmaydi. Buni ko'rib bola buvisiga siz yolg'onchi ekansiz dedi. Yolg'onchi. Bu odamga Alloh taolo nazar qilmaydi. Unga gapirmaydi.